8-mart bayram kayfiyati Salom TV bilan birga. Assalomu alaykum, ismingiz nima? Assalomu alaykum, ismim G'ulom. G'ulom, sizda shunaqa go'zal gullarni bir qizga berish imkoniyati bor. Faqat sharti unga ne'g'ishni tilak bilan bayram kuni ko'rishga bitta kino aytasiz. To'g'risi unaqa ko'p kino ko'rmayman, lekin qizlar ko'p ko'radigan kino bor. 3 metr nad уровнем неба, agar adashmasam, shu romantika janridagi film. Menimcha shu kinoni ko'rib o'tirishsa bo'ladi degan. Ikkinchi shartimiz tabrik aytish. Xo'sh, kirib kelgan 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Har doim shunaqa chiroyli, shirin so'z bo'lib yuringlar. Shuni o'zi yetarli. Ismim Zulfiya, assalomu alaykum. Zulfiya, sizni G'ulom bayram bilan tabriklab, shu go'zal gullarni berib yubordi. Doim chiroyli ochilib yurar ekansiz va Salom TV platformasida Samolardan balandda filmini ko'rar ekansiz. Ismingiz nima? Shamshodbek. Ko'proq o'sha Ilhaq filmini ko'rishni maslahat beraman, chunki unda jasoratli ona timsoli qanchalik bo'lishi ko'rsatib berilgan. Barcha qizlarimizni kirib kelayotgan o'sha 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Har doim shu bahor gullariga o'xshab bizni ko'zimizni o'ynatib yurish nasib qilsin hammaga. Rahmat. Assalomu alaykum, ismingiz nima? Dilbar. Dilbar, sizga Shamshod lola gulini berib yubordi bayram bilan tabriklab. Rahmat. Bayram kuni Ilhaq filmini Salom TV platformasida ko'rar ekansiz. Bayramlaringiz bilan. Rahmat, sizning ham bayramlaringiz bilan. Sog' bo'ling.